Assalomu alaykum. Veloshop O'zbekiston kanalining obunachilari. Hozir biz Instagram va YouTube'da yangi ish faoliyatimizni boshlaganimiz munosabati bilan ushbu ko'rib turgan velosipedlaringizni mega skidga qo'yib yubordik. Endi birinchi o'rinda buni ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tsak, narxlari oxirida. Endi birinchi o'rinda bu velosipedimizga kelsak, ko'rinishi ancha chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Bu velosipedimiz Zonex kompaniyasining poygachi velosipedi bo'lib, 7 ta skor bilan jihozlangan bo'ladi va oldi orqa tomonlari jiddiy tormozlar bilan jihozlangan va bu tomonida suv ichish uchun bakallari mavjud. Endi bunimiz narxiga kelsak, bunimiz narxini 890 ming so'm qilib beryapmiz. Endi bu modelimiz xuddi shu modelimizni qizil varianti bo'ladi. Ko'rib turganingizdek firmasida va rangida farq qiluvchi model. Bu modelimizni ham narxini 890 ming so'm qilib beramiz. Endi bitta bu modelni ko'rib qo'yasizlar. Bu modelimiz asosan tog'li, toshli joylar uchun mo'ljallangan model bo'lib, mana orqalarida ham daji qanotlari yo'q. Balonlarning qalinligi ancha qalin bo'ladi. 26 ga 3.0 balonlar bilan jihozlangan bo'ladi va oldilarida amortizatorlari mavjud. Ularda ham 7 ta skoruslari va oldi orqa diskli tormozlari mavjud va egartada shunga o'xshash amortizatorlari ham mavjud. Ramalari ham ancha qalinidan joylashgan bo'ladi. Bu velosipedimizning narxini ham 890 ming so'm qilib beramiz. Endi bu Demash modelimizga kelsak, bu modelimiz gabariti bo'yicha ancha-muncha velosiped topadi, eng kattalar toifasiga kiradi. Endi buni komplektiv narsalarga kelsak, o'zi komplektida shunga o'xshash bagaji, ya'ni bachoy chiqadi, oldi tomonda sumkalari chiqadi. Bunda va oldida tormozlari mavjud va bitta balonni ko'rib qo'yinglar, qalinligini 26 ga 3 qalin balonlar bilan jihozlangan. Oldida amortizatorlari mavjud. Qanotlari ham temir qanot bilan jihozlangan bo'ladi. Bunimizning narxini esa sizlar olishlaring uchun 990 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Endi o'tda yonmas, suvda cho'kmas deb ataladigan ushbu bombi velosipedlarimiz. Bitta endi buni ko'rib chiqsak. Nega uni deyapmiz? Chunki buni bitta balondagi spisalar soni 155 ta bo'ladi. Bu degani ancha-munchaga sinib, uvi bo'lib ketmaydi va yonlarida dugalari yiqilishdan himoya qiladi. Mabodo yiqiladigan bo'lsangiz ham asosan shu dugalarga zarar yetadi va velosipedga hech qanaqa zarari yo'q. Bu modelimiz narxini ham 990 ming so'm qilib beramiz. Endi bu modelimizga keladigan bo'lsak, 29 lik Demash hojakalar skuteri. Bu modelimiz asosan hoji tog'alarimizga olib berishyapti. Oldida o'zini bunaqa jiring-jiringlari mavjud va oldida stoplari va shunga o'xshash qulflari mavjud. Oldida setkalari bor. Oldida daji fonarlarigacha qo'yib qo'yilgan. Original tormoz tizimi va original vilkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa tomonda bitta ko'rsangiz, fonli qalin orqa bagajniklar bilan jihozlangan bo'ladi. Bunimiz narxini ham 990 ming so'm qilib beramiz. Bu model ko'rsatgan velosipedlarimizga O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor va albatta kelishgan holda pulli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, past nomer qoldirib ketamiz, bemalol o'tib murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.